Abdulla aka, biz Qashqardan O'zbekistonga 4000 dollarga yuk olib beramiz deganmiz. Ko'pchilik noto'g'ri tushunishyapti. Menga shuni bitta hisoblab bera olasizmi? Xo'p, bo'ladi. Qashqardan, yana Qashqar, Ulug'chat, bu yerda ikki joy borda. Bu o'rtasi 100 kilometr keladi. Agar Xitoyning ichki o'lkadan Pirmoy Ulug'chatga kelsa, 1500 yuan, ya'ni 200 dollar arzon keladi. Ulug'chatga kelgacha. Bu Qashqarga kelsa yuk. Bu yer 200 dollar qimmat keladi-da, Ulug'chatga kelsa. Masalan, bu yerni Guangzhou desak, Guangzhoudan Qashqarga 20.000 yuanga kelsa, masalan, Guangzhoudan Ulug'chatga 21.500 yuan keladi-da. Bu yerda biz 150 dan yak taxminan примерно 200 dollar tejab qolamiz, yuk o'qib qolamiz. Shunga agar biz Qashqarda yuk yursak, bugungi kunda furaning narxi 4000 dollarda. Bu 28 tonna yoki 130 kuba. Shunaqa holatda. Hamda buningdan siri hozir bir qancha rasxodlar bor. Masalan, tamoyni Xitoy eksportni deklaratsiya. Bu 4000 dollar faqat yo'l kira narxi. Yo'l kira narxida. Bu yerda eksportnisi bor. Eksportni yuklash skilot. Bu 500 dollar turadi. Hamda bu fura Qirg'izistonga kelgandan keyin O'shda tranzit bo'ladi-da. Bu tranzit chegaradan yo'l o'tish haqqi, tranzit bejirish, bu servis bilan tax 2 bo'ladi. Tax bu yuk qimmatining 0.4% ni tashkil qiladi. Bu servis 650 dollar tashkil qiladi bitta furag'ida. Shunga yukka qaramasdan bitta furada qancha yuk bo'lsa, shuningga chachamiz. Hamda bu yerdan o'tib do'stlikka kirgan, do'stlik chegaradan kirish haqqi taxminan normal bitta furaning eng kam bo'lganda 618.000 so'm. Bu taxminan 50 dollardan yuqorisi 200 dollargacha bo'ladi. Bu vaziyatga qarab bo'ladi. Vaziyatga qarab. Shunga umumiy rasxod Toshkentga kirgacha masalan bitta yuk. Yoki O'zbekistonning ma'lum shahriga kirgacha yo'lda yuz beradigan haqlar mana shu. Bu 4000 dollar ham Toshkentgacha-da. Hamda Toshkent bilan Andijon ikkita joyning ozgina farqi bor. Masalan, Andijonda taxminan 700 dollar atrofida kam bo'ladi. Andijondan masalan Farg'ona qatorliq yo'llarda yurishiga qarata 700 dollar, 600, 500, 400, 300 holat kemayib, eng oxirida yana 4000 dollarga yaqin bo'lganligi uchun. Ha, chunki bu Qirg'izistonga yaqin bo'lgani uchun. Umumiy rasxod mana yo'lda mayli men olib kelay, mayli xohlagan birov olib kelsin, mana kiddigan rasxodlar shu. Shuningdan boshqa umumiy rasxod bo'lmaydi. Taxminan qancha bo'lyapti umumiy? Hozir bu 4650, buning 5150, 5300 dollar atrofida. Chunki furalar bugungi kunda furalar hammamiz bizning o'zimizning bizda ikki ortiqchilik bor. Birinchisi klient sababidan yoki ma'lum bir sabablardan klientda yuki bir qancha kun turib ketadigan ishlar bo'lib qolsa, biz umuman prostoy surmaymiz-da. Surmaymiz buning, prostoy olmaymiz. Ikkinchisi biz mayli do'stlik chegarada yoki bir yerda klient umuman muomala qilmasdan yo'lda hech qanday umuman yukni ortiq kutkizmasdan biz bemalol 5 kundan 7 kungacha masalan chegaradanda kun davomida yukni manzilga bemalol yetkazamiz. Tushunarli. Bizning umumiy ichki xarajatlar bilan umumiy qancha taxminan bo'ldi? Taxminan 5200 atrofida-da hozirgacha. Bundan boshqa faqat klient o'zining tamoynisini to'lab olsa, tamoyni to'lovini to'lab deklaratsiya xizmat qilib olsa, klientning iskalatiga bo'lgan hattoki biz tamoyni iskalatdan yukni tamoyni iskalat oxirlashtirmaymiz. Klientning iskalatiga boruvchi yukni umuman biz hech qanday rasxodsiz yetkazib beramiz. Tushunarli. Hech qanaqa muammosiz. Hech qanday muammosiz ham rasxod qo'shilmaydi umuman. Yo'q, iskalatga gaplashgan iskalatni olib ket demaymiz. Yukni deklaratsiya qilib bo'lgandan keyin klientning iskalatiga o'zimizning offerlarni yetkazib beradi. Bu narx kunda o'zgarib turadi-da, lekin premyerning hozirgi narxi shu 5200 atrofida bo'lyapti. Tushunarli. Demak, 4000 dollar yolg'on emas, 4000 dollar yo'l kira narxi, undan tashqari ichki xarajatlar bor. Shunaqa bo'lgani bilan 5200 dollar atrofida hech qanaqa muammosiz yuklarni olib kelib beramiz. Rahmat Abdulla. Xo'p, bo'ldi, rahmat.